Xayrli kun o'quvchilar. Hozir temamizning so'rov-javob bo'ligini ko'chamiz. Narsa ul internet? Internet butun dunyo global kompyuter shiltari. Ikkinchi so'rov. World Wide Web so'ztizmasi nechik tarjima etiladi? Bu so'ztizmani butun dunyo parovozi deb tarjima etib bo'ladi. Yaxshi. Uchinchi so'rov. Narsa ul WebBit? World Wide Web'ning ayrim dokumenti. To'rtinchi so'rov. Narsa ul web server? Javob. WebBitlarni ham onun bilan ishlovchi programmalarni saqlovchi internet shiltarindagi kompyuter. Shuning bilan darsimiz tamom. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.